68 yoshga kirgan bemorimiz 18 yildan beri syomniy protezda yurgan holatlaridan biza All-in-6 metodida implantlar qo'yganimizdan keyin bu holatga olib kelib berganmiz. Shuni hozir obzorni birga ko'rib chiqamiz. Bemorimizning hozir syomniy protezda kelgan holatlari plastmassalari ham sinib ketgan. Protezdagi holatlari va prikuslarning holatlari. 18 yildan beri tishsiz yurganda milklarning holati bu yerda eng achinarlisi pastki jag'larda juda ham milklar va suyaklar cho'kib ketgan. Tepa jag'larda bo'lsa, qisman bo'lsa ham bu holat saqlanib qolgan. Tanglay ichki tomondan ko'rinishi va bu yerda o'sha aytganimizdek milklarni yaxshi saqlanib qolgan holati. Bu bo'lsa pastki jag'larda mana milklari va suyaklari ingichka bo'lib qolgan holatlari. Bu tepa jag'larida ham 6 ta implant qo'yilgan. Bular ham hammasi All-in-6 metodida qo'yilgan. Implantlar qo'yilgandan keyingi holat, ya'ni bu yerda yuqori jag'da 6 implant qo'yilgan, pastki jag'da ham 6 implant qo'yilgan. Jag' sohalarida suyak birmuncha atrofiyaga uchragan hisobiga bu yerda ozgina kichkinaroq implant qo'yganmiz va biz konstruksiyani vaqtinchalik koronka qilib berib, prikusni o'zlarining holatlariga olib kelib berganmiz. Bu rasmda syomniy protezdan keyin biz implantlar qo'yilib va vaqtinchalik koronkani yuzlariga nisbatan simmetrichnisini, o'ng tomonni, chap tomonni va ularni kesuv yuzalari va formalarini yuzlariga nisbatan biz taqqoslab olganmiz. Bu bo'lsa tepa va pastki tishlarni o'sha vaqtinchalik koronkalarni qo'yib, ularni prikus holatiga olib kelib, shu holatda bemorni 2 oy muddatda yurdirganmiz. Bunda bo'lsa sustavlar bu prikusga o'rganib, bemalol bo'lib chaynaydigan holatga kelganlar. Tepa jag'da vaqtinchalik koronkalarni yechib, pastki jag'i balandligi birmuncha baland bo'lgan. Bu o'sha suyakning yo'qotilishi hisobiga, lekin bunda biz постоянный koronkada imitatsiyalardan, ya'ni sun'iy milklardan foydalanib, buni ideal holatga keltirganmiz. Ishni tugatganimizdan keyingi rasm, bunda tepada va pastda hamma tishlari sirkoniy koronkalarda qilingan. Tabiiylikni unutmagan holatda yuzlariga simmetriya va o'zlarini tabiiy holatdagi formalarni hammasini qaytarib berganmiz. Har doim tishlarning chiroyi bu 70% tepa tishlarga bog'liq bo'ladi va bu tishlar labga nisbatan o'zini ko'rinishiga ega bo'ladi. Bu bo'lsa hammaga individualniy bo'ladi. Bu bemorimizning yuzlari katta bo'lgani uchun tishlarini ham, lablarini ham holatini inobatga olgan holatda shunaqa go'zallikka, shunaqa koronkalar bilan biz ham prikuslarni, ham chaynuv funksiyasini, ham estetikani tiklaganmiz. Milklarda va suyaklarda qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar, bemalol bizning klinikamizga murojaat qilib, siz implant xizmatlaridan foydalanib, juda ham chiroyli tabassumga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi.